Assalomu alaykum azizlarim. Bugun sizlar bilan kam xarj va juda ham mazali pechene tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib idishimizga bitta tuxum, tuz gramm shakar solib yaxshilab aralashtiramiz. Undan keyin quyamiz yarim litr 500 milligramcha sut va eritilgan saryog'. Ularni hammasini aralashtirib, vench yordamida bir massaga kelgandan keyin asta-sekinlik bilan un solib, vench yordamida aralashtiramiz. Bir qoshiq chayning ложкada biroz zirhitib solamiz. Yaxshilab aralashtirib olib, quyuq massaga kelganida qo'l bilan xamir qilamiz. Chunki bu yoqda venchga aralashtirilmaydi. Shuning uchun qo'limiz bilan o'rtacha yumshoqlikda xamir tayyorlab, 10 minut dam olib qo'yamiz. Bu yerda meni xamirim juda ham ko'p bo'lib ketgani uchun ikkiga bo'lib, yarmini morozikiga solib qo'ydim. Yarmidan esa pechene tayyorlaymiz. O'rtacha qilib, yumaloq qilib yezib olamiz. Juda ham yuqa bo'lib ketmasin, chunki kuyib ketadi. Xohishinglarga ko'ra ushlab berasizlar. Ustiga ozgina shakar sepib, yana ham mazali bo'lsin, yaltirab chiqsin deb shakar sepib, keyin ushlab berdim. Bu keksni idishida kesib oldim. Men shunday qilib gulga o'xshab chiroyli bo'lib chiqdi. Mana tayyor 180 gradusda qizib turgan pechkamizda 15-20 minutda pishib chiqadi. Ustiga tuxum sursanglar ham bo'ladi. Gavda bundan ham chiroyli chiqadi. Pechenyamiz tayyor, yoqimli ishtaha.